Oksford universiteti qaysi davlatda joylashgan? Amerika. Yo'q. Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniya to'g'ri. Siz birinchi aytdingiz bularga. Shashmaqom necha qismdan iborat? 3 qism. 6 qism to'g'ri. Obbo. Arab raqamlari qaysi xalq raqamlaridan o'zlashtirilgan? O'zbek. Yo'q. Hindiston. Hindlar to'g'ri bular. Olamning markazi Quyosh ekanligini kim isbotlab bergan? Berni. Yo'q. Yo'q. Galileo. Yo'q. Shunga yaqin. Nikolay Kopernik. To'g'ri bularga. Tangri jamoli ma'nosini anglatuvchi yurtimizdagi viloyat qaysi? Buxoro. Buxoro to'g'ri bularga. Hisobdan topadi. Burchak bisektritsiyasi deb nimaga aytiladi? Burchakni teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziqqa. Bor, bularga. Yer yuzida tirik organizmlar uchun necha xil yashash muhiti mavjud? 3 xil. Yo'q. 4 xil. 4 xil to'g'ri. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat.